Assalomu alaykum O'zbekiston fuqarolari. Hurmatli obunachilar, bugun bu videoni oxirigacha ko'rishlaringiz kerak bo'ladi. Sababi Rossiya va Ukraina o'rtasidagi qurolli mojaroda bo'layotgan hozirgi voqealar tufayli mamlakatimiz neytral pozitsiyasi va O'zbekiston fuqarolarining ushbu mojaroga qatnashishi natijasida yuzaga kelishi mumkin bo'lgan oqibatlar haqida muhim xabar bilan murojaat qilish zarurligi tug'ildi. Endi videoni oxirigacha olib ko'ring, yana bir marta aytaman. O'zbekiston hukumati Rossiya va Ukraina o'rtasidagi mojaroga nisbatan neytralligini e'lon qilgan. Bu mamlakatimizni hech bir tomonlama, hech qaysi na Rossiyaga na Ukrainaga yon bosmasligini va ushbu mojaroning tinch yo'l bilan hal bo'lishini tarafdori ekanligini anglatadi. O'zbeklarning Ukraina tomonidan harbiy harakatga qatnashishi davlat siyosatiga, O'zbekiston davlat siyosatiga zid, balki jiddiy huquqiy va etik oqibatlarga olib kelishi mumkin. O'zbekistonning rasmiy pozitsiyasiga qaramay, mamlakatimizning ba'zi bir fuqarolari Ukraina tomonidan harbiy harakatga qatnashayotganligi aniqlandi. Misol uchun, Alisher qisqartirilib.a Toshkentlik Ukraina qurolli kuchlarida bo'lgani frontda rasmlari e'lon qilinishi bilan tasdiqlangan. Shavkat Muhammad ismli esa ham internet nashrlarida juda ham ko'p qatnashyapti. Bu esa keyin esa mamlakatning mustaqilligi, o'sha ishlashga borgan, keyin esa ishdan qolib, xullas shu yerda qaytmasdan mamlakatning mustaqilligi uchun kurashish uchun qolishga qaror qilgan va qurol olib hozirda front chizig'ida bo'lishi mumkin ekan. Ushbu holatlar chuqur tashvishga uyg'otmoqda va ularning har biri o'z hayotini ham, mamlakatini ham, obro'sini xavf ostiga va tushirmoqda. Bundan tashqari, o'tgan yil bilasizlar, Ukraina mehnat migratsiyasi bilan bog'liq xavflarga diqqat qaratamiz. 2025-yilda yodlaringizda bo'lsa, 19 nafarmi yo 20 nafarmi O'zbekiston fuqarolari juda ham og'ir sharoitlarda yashatib, issiqxonalarda majburiy mehnatga majburlangan, jalb qilingan va bir so'm pul bermasdan uzoq vaqtdan beri ishlab kelayotganligi aniqlandi. Bu haqida videolar ham chiqqandi. Ushbu holatda chet elga ishga ketishni, qaysi davlatga ketishayotganingizdan oldin ehtiyotkorlikni, ayniqsa shu Ukrainaga uchib bormaslikni tavsiya qilamiz. Sababi o'zi ko'rib turibsizlar, mojaro bo'lyapti. Nima qilish kerak? Ma'lumotlarni o'rganish kerak. O'sha mehnat migratsiyasi tomonidan ish taklif qilinayotgan bo'lsa, o'sha muhim darajada polностью o'qib chiqib o'rganing. Mabodo borgan davlatingizda qiyinchiliklarga uchrasangiz, konsulliklarga murojaat qiling. Chet elda muammolar vujudga kelganda har doim elchixona rasmiy xodimlari bu narsani o'rganib, imkon boricha amaliy yordamini berib kelmoqda. Xo'sh, O'zbekiston fuqarolariga siyosatiga ham har doim bu hurmat bo'ladi. Agar qaysi bir davlatga borib o'sha qonunni buzmasangiz, yo bo'lmasam harbiy harakatlarda qatnashmasangiz. Harbiy harakatlarda bilasizlar, O'zbekistonda jinoyat javobgarlik belgilangan. Bu narsani hech qanaqasiga oqlab, har xil bahona qilib, vajla qilib, jinoyat javobgarlikni yengillashtirish yoki o'zgartirish boshqa narsaga umuman imkonsiz, chunki hozirgi vaqtga qadar qanchadan qancha O'zbekiston fuqarolari chet elda harbiy harakatlarda, amaliyotlarda, armiyalarda xizmat ko'rsatish nima bo'lsa, shu yerda qatnashganlar, xullas harbiy jarayonlarda hech qaysi bir hali oqlangani yo'q va jinoyat javobgarlik muqarrarligicha barcha prinsiplarga asoslangan holda jazoni bajarishiga to'g'ri keladi. Mamlakatimizning neytral pozitsiyasini hurmat bilan qarash va harbiy mojarolarga qatnashmaslik, hech qaysi davlatda qatnashmaslik va yo'l qo'ymaslikka chaqiramiz. O'zbekiston fuqarolarini chet elga kelganingizdan keyin mehnat qilib ishlang, pulingizni toping. Qolmoqchi bo'lsangiz shu davlatda yashab qoling, qolmoqchi bo'lmasangiz qaytib o'z vataningizga ketib ishlaganingiz qolganingiz yaxshi. Har kim har xil yo'l tanlaydi. Shuning uchun eng muhimi o'z davlatingizni tomonidan qaysidir davlatda mojarosiga aralashib qolib, qatnashib, urushlarda, harbiy harakatlarda o'zingizni ham hayotingizga xavfga qo'yib va butun millatni, davlatni ham obro'sini tushirgan bo'lasiz, do'stlar. Xulosa, o'zlaringizdan ushbu video kimgadir foydali bo'lgan bo'lsa, like tugmasini bosib qo'ying va kerakli O'zbekiston fuqarolarini ko'rishlarini tavsiya qilib qolamiz, do'stlar. Salomat bo'ling.